yoshligida falonchi akani to'y paytida qo'yniga o'tirgan ekanman, hayotim barakali bo'lib ketdi deb hazillashardi Hasan akasi. Xolis savollarni berishni boshlasak, endi savollarimiz ochiqroq bo'ladi va biz hech kimga yon bosishni reja qilmaganmiz. Uchun qimmat behislat bo'lmas, arzon beillat bo'lmas degan. Hozirgi kunda jamiyatimiz nimaga bitmagan uylarni katlavan holatda sotib olishga majbur bo'lishyapti. Bundan 3 yil oldin, 5 yil oldin katlavonni hamma chopib borib pulni tiqardi. Bugun unaqa bo'lmaydi. Eng puli ko'p odam Lacetti'si bor odam hisoblanadi. Xuddi shunaqa. Hozir talabani MBA'si borda. O'z hududiga yaqin bo'lgan uyni tanlayotganda nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Riskni kamaytirish uchun. Boyga ruschada ibora bor, тебе масло или мясо desa, мясlo deydi. Birov xotini birovga qiz ko'rinadi, ham o'zini o'sha qurilish ko'ryapti-da. Noldan qurilish kompaniyasini ochgan odam dastlabki 1 milliard so'mini marketingga chiqsinmi yoki sifatga chiqsinmi? Sen meni ishontirib muhabbatiga, menga yana 3-4 marta aytdingki, men xotirjam bo'lay. Aka, men ham ekspert sifatida fundament loyihasida chiqay. Endi bizani auditoriyaga mos men dalolat qilishim uchun yaxshi bitta loyiha paydo bo'ldi deydi. Sizlarga bo'lsa, azizlar Bitcoin'ni $1 ga olish uchun yaxshi fursat deb qolamiz. Ya'ni loyiha misol taxminan 30 millionlik yoki 50 millionlik loyiha bo'lsa, taxminan o'sha reklamaga, marketing ajratiladigan pullik qiymatini normativi, ya'ni miqdorini aniq bilishmaydi. Assalomu alaykum azizlar, menga o'ziga xos an'ana udum bo'lib qoldi. Yangi loyihalarga start berish bo'yicha eng katta chempionlardan biri bo'lsam kerak media sohasida. Chunki hali yoshligida falonchi akani to'y paytida qo'yniga o'tirgan ekanman, hayotim barakali bo'lib ketdi deb hazillashardi. Hasan aka, siz boshlab bering ko'rsatuvlar. Ko'pchilikka ma'zur keldi. Bu loyihani ham boshlab bering deyishgani, yana bir loyihani tug'ilishiga sababchi bo'ldi. Fundament loyihasiga start beramiz azizlar. Har bir loyihani o'zining maqsadi, o'zini g'oyasi, o'zini o'z oldiga qo'yilgan bir marralari bo'ladi. Biz yaxshi umid, yaxshi niyat, yaxshi duo qilib qolamizki, bugungi fundament loyihasining birinchi soni yana uzoq yillar ko'pchilikka manzur keladi degan umiddamiz. Bugungi loyihada men ham mezbonlik qilaman, ham mehmonlik qilaman, ham loyihani mualliflaridan biri do'stlarimiz Javohir aka va Ro'zi Muhammad akam bilan birgalikda bu loyihaga start beramiz. Javohir aka, Ro'zi Muhammad aka, assalomu alaykum. Aslida bu loyihani keyingi sonlarda mana bu yerdagi qahramonlar o'zgarsa-da, ustoz bu yoqni boshlab bering deyishdi. Bugun biz aynan qurilish sohasidagi mavzularni ochamiz. Ismi jismiga munosib, fundamenti baquvvat bo'lgan bino uzoq qavatlarga borgandek, biz fundament vazifasini bajarish uchun ham bugungi ko'rsatuvi birinchi qahramonlari sifatida start beramiz. Kelajakda qurilishga oid juda ko'plab muammolar, mavzular, qurilishdagi aktual savollarni Ro'zi Muhammad akamiz bilan Javohir akamiz bu mavzuda yangi qirralarni, yangi qahramonlarni ham bu podkast formatida, ham O'zbekistonda qurilayotgan har bir viloyatlardagi, har bir hududlardagi top reyting, ijobiy va salbiy reyting bo'yicha bir o'ziga xos aktual mavzularni yoritishi o'z oldiga maqsad qilib qo'yishdi. Kelinglar, bo'lmasa meni so'zimni boshlab berishimdan tashqari qisqacha so'zni Javohir akamizga va Ro'zi Muhammad akaga beramiz. Keyin ularni o'zlarini aynan Hasan aka, sizga soha mutaxassisi sifatida Centers Towers, Golden Lake, Centers Development loyihaning vakillari sifatida savollarimiz bor deyishdi. Bu savollarni bugun men mehmon sifatida javoblarni va mavzuni bir yangi qirralarni ochishga harakat qilamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ustoz, loyihamizga xush kelibsiz. Rahmat. Fundament loyihamiz, ya'ni fundamenti bor degan ma'noni jamiyatimizga olib kirish ma'nosida eng yaxshi top kompaniyalarni O'zbekiston hududidagi undagi eng ekspertlarni olib chiqish, yuristlar, turli xil mutaxassislar, sohaning eng yaxshi mutaxassislarini chaqirish va ularni birinchi mehmoni siz bo'lib turibsiz. Rahmat taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Bugun bizda juda ko'p savollar mavjud. Aynan xalqimiz tomonidan eng aktual bo'lgan mavzularni ko'tarib, ularga ekspert sifatida yondashib, xolis javob berishingizni xohlagan bo'lardik. Bugun yana bir boshlovchimiz Ro'zi Muhammad bilan birgalikda sizga Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Shu do'stimiz aytib o'tgandek, xalqimizni qiynab turgan hozirdagi savollarga
sizdan javob olishga harakat qilamiz. Rahmat. Bo'lmasa biz bugun loyihaga start beramiz. Shunaqa ustoz. Xo'p, hozirgi kunda quruvchilarni qiynab turgan og'riqlar juda ham ko'p. Aynan mana shu bugungi olib chiqayotgan loyihamizda Center Tower va Golden Lake loyihalari boshlangandi. Ya'ni bu bilan ham bitta qisqacha tanishib o'tsak, undan keyin xolis savollarni berishni boshlasak, endi savollarimiz ochiqroq bo'ladi va biz hech kimga yon bosishni reja qilmaganmiz. Savollarimizda haqiqiy xalqimizga manfaat beradigan tochkalarni olib chiqmoqchimiz. Bo'ldi. Menga beriladigan birinchi savol nimadan iborat? Sizga beriladigan birinchi savolimiz hozirgi kunda jamiyatimiz nimaga bitmagan uylarni katlaman holatda sotib olishga majbur bo'lishyapti? Bu quruvchi tarafdan o'ylab chiqilgan uzoq muddatli rejami? Ya'ni loyihani shakllantirayotgan developer buni qilishi o'ziga manfaatlimi yoki bu qanaqadir xalqni puliga uy qurishmi degan ochiqroq savolimiz bor. Yaxshi savol bo'ldi. Haqiqatan ham azizlar, o'zim ham 2024-yildan beri sohani o'zgartirgan insonlar sifatida oxirgi 1,5 yildan ziyod umrimni shu mavzuga bag'ishladim. Mavzuni nafaqat o'zimizning loyiha misolida, balki O'zbekistondagi do'stlarimiz savol bergandek boshqa soha vakillariga bera oldik. Va shu bilan bir qatorda Think Globally, Act Locally degandek jahon tajribasini qaysi jihatlari bizga keldi, qaysi jihatlari kelmadi. Va qaysi kelmagan jihatlarni o'zimiz aqlimiz yetgancha O'zbekiston bozorida fenomen sifatida rivojlantirdik degan savollarga javob qidirdim. Men davr talabi O'zbekistonda bugun ham yaxshi xushxabar bo'lmagan masalaning bir jihati, og'riqli jihati shuki, postsovet mamlakatlarida eng shiddatli, tez sur'atlarda rivojlanayotgan mamlakatlardan biri va yagona tez sur'atlar bilan rivojlanayotgani bu O'zbekiston. Aholining o'sishi ham va shu bilan bir qatorda o'yin qoidalari shu paytga kelib, shu davr talabi katlavanlar davri keldi. Lekin shu katlavanlar davri degani, men hattoki shuni guvohi bo'ldimki, Toshkentda ishlagan o'yin qoidalari hali ba'zi viloyatlarga kirib bormadi. Shunaqa. Men Murodxon akamni juda yaxshi ko'raman. O'zbekistondagi top 3 ta bo'lsa, reyting 3 ta baland reytinglarda yurgan inson sifatida Murod akam ham bozordan sal vohliroq Andijon bozoriga kirib borganda Toshkentda ishlagan o'yin qoidalar Andijonda ishlamagani uchun biz Andijon bozoridan chiqib ketishga ham to'g'ri kelgan keysimiz bor deb aytdim. Eshitganmiz shu voqeani. Demak, bu Toshkentda ishlagan o'yin qoidasi Andijonda bitmagan uyga katlavanga tikishga odamlar shoshmadi. Hattoki eng zo'r brend O'zbekiston top 3 ta nomdor brendlar vakili kirib borganda ham demak, yo venasiga tushdi, yo tushmadi degan joy bo'ladi. Endi doktorlar haqida loyihalar ham bor. O'sha venani ham kabinasiga borganda menga bittada tusha olmaydi bir xillar. Venaga tushish san'at deganda biznes egalari ham qaysi bozori, qaysi hududida, qaysi o'yin qoidasi ishlaydi degan narsa bor. Lekin raqobat katta bo'ldi, talab va taklif ko'paydi. O'yin qoidalari, shartlari o'zgarganini guvoh bo'lyapmiz. Bundan 3 yil oldin, 5 yil oldin katlavandisi hamma chop borib pulni tiqardi. Bugun unaqa bo'lmadi. To'yanaga ishonib to'y boshlagan sonni ko'payganlar endi anaqa bozor yaxshi o'rgatadi, faqat sal qimmat oladi. Afsuski, yaxshi niyatda boshlaganlar ham qiynalayotganlarni ko'p guvoh bo'ldik. Bilib turib ham niyati buzuqlardan tashqari yaxshi niyat bilan kirib turib eplamaganlar ko'p. Yaxshi niyat bilan kirib eski o'yin qoidalarida qoidalar o'zgarib, davlatda regulyatorda talablar o'zgargani uchun manzilga yetib kela olmayotganlari ko'p. Qiynalayotganlari ko'p. Yaqinda bir ikkita soha mutaxassislari bilan kulvar deydi-yu, boshqa joyda gaplashsak 100 ta o'yin igrok vakillaridan masalan 20 ta 30 tasi yashil hududda deyishdi. 20 ta 30 tasi qizil hududda dedi. Yana 30 ta 40 ta bo'ladimi? Endi 20 ta bu yoqda bo'lsa, 40 bo'lsa 50 ta 60 tasi yoki 40 ta 60 tasi Hasan aka sariq zonada o'shalar yo yoqqa yo bu yoqqa ketib qolish xavfi ko'p omillarga bog'liq. Bularni yashil hududdagilari albatta mas'uliyati, albatta o'sha plichosi bor, moliyaviy bir qanaqadir xotirjamlik rezervi bor. Faqat to'ylarga ishonib to'y boshlamagan. Tajribasi bor, aniq strategiyasi bor, bilimi bor, moliyaviy
xavfsizlik himoyasi borlar, bular yaxshi. Shuning uchun qimmat behislat bo'lmas, arzon beillat bo'lmas degandek, arzonlarga yaxshi umid bilan, yaxshi niyat bilan kirgan aholi afsuski sal beodoblik bo'lsa-da, kambag'alni nimani ustida ham kuchuktalaydi deydimi, nimadir nima bor? Ot ustida. Ot ustida ham kuchuktalaydi degandek bechalarni o'zi $600 kirib bo'lsa ham, 10 yilga kirib bo'lsa ham, balki manikiga kelganda ishqilib Ahmadboyga o'xshab qulamasa kerak deydiki, faqat va faqat yaxshi niyat ustida arzon loyihaga kirib qoladi. Lekin matematikasi ko'tarmagan, ani faqat haligi g'ishchi yeri narxini hisoblagan, lekin pulli narxini hisoblamagan. Pul kelmay qolsa ko'chadan jalb qiladigan pulli narxi borda. Yana deylik xodimlarning marketing, boshqa narsalarning narxini hisoblamagan. $200 bilan buncha xarajatim bor, 400 bilan ko'taraman, 600 ga tushadi. Yoki 400 ga tushadi, 600 dan sotaman degan odamlar ko'ziga ko'rinmagan, yana 400, 500, 600 minusga olib kirib ketib qoladi, u ketdi. Effekt domino bo'ladi, o'shalar afsuski bilib turib o'sha yolg'on aralashtirishga kiradi. Yoki birov do'ppisini birovga olib kiraveradi. Buni qarzini buni doxod bilan yopaman deydi, o'sha hali baronkaga kirib ketganlari bor. Ularning haqqiga faqatgina duo qilasiz. U o'zini eplasa katta gap. Shuncha odamlarning mas'uliyati, buni orqasida paraxovoy bomba turibdi. Juda katta ijtimoiy mas'uliyat va davlat o'sha bundan keyin choralarni yana qattiqlashtirishga olib kelishga to'g'ri keladi. Shunda boyagi ikkita udarlar o'rtasida qoladi. Ham davlat tomonidan udar, ham bechora mana bu oxirgi pulida bola chaqasida yaxshi umid bilan, yaxshi niyat bilan boshlang'ich to'lovi qilib, u yog'iga to'lolmayotgan, o'zi to'lolmay turib, yana anini yopa olmagani o'lganning ustiga tepgandek muammoga duch kelgan bitta qatlamga afsuski achinadigan holatlar bor. Endi sariq holat urud bir niyat bor, mas'uliyat bor, harakat bor, maqsad bor, keshfoda muammo, tajribada muammo, qaysidir qarorlarda muammolari bor, u bunga sal qanaqadir mehr bersa chiqib ketish ehtimoli bor, lekin Xudo ko'rsatmasin, u yoki bu joy bo'lsa, bu yoqqa pul surat deymiz uni. Bu yoqqa ketadigan jihatlari bor. Shuning uchun ularga yo bugun bilim kerak, yo tajriba kerak. Ularga hozir plusidan ko'ra minuslari ko'proq bo'lyapti. Yangi o'yin qoidalari matematikasiga yangi yuk tushiryapti. Uchinchi masalani yaxshi edi, bu meni kuzatuvlarim. Menda bir oddiy sohaga bir vakili sifatida kirishgan kuzatuvlarning natijasi. Yaxshi bir xushxabar shundan iboratki, odamlarimiz ko'payayotgani, O'zbekistonda iqtisodiyot rivojlanayotgani va yangi narxlarda qimmat narxlar borligini hisobda, keyingilarni eskisini hisobda, to'g'ri matematikani, to'g'ri relsga tiqishini hisobdan, keyingi narxlarning strategiyasini to'g'ri bilimini, tajribasini ola olsa, o'nglab olish sharoiti, shansi ko'proq sariq hududdagilarda. Endi meni kuzatuvim. O'shaning uchun bu joylari bor va albatta aholi oshgan. Mana Dubayda, men endi do'stlarimiz bilan yaqinlar bilan gaplashgan. Dubayda mana bitta portlashlar bo'ldi, hamma ketdi. U faqat puzir, uni tub aholisi yo'q uncha. U prosta investitsion jozibadorlikni hisobda, miraji hisobda jalb qilinib, o'sha nima deydi, umid sotilgan. Lekin bizda umid sotilmaydi. Bir xillar uylar narxi tushadimi deydi. Men tushishiga ishonmayman. Nega siz tushishiga ishonmaysiz desangiz, aholi tug'ilish ko'paysa ko'payadiki, kamaymaydi. O'zbekistonda Yaponiyaga o'xshab, Koreyaga o'xshab, Germaniyaga o'xshab, Dubayga o'xshab asl tub xalq kamayib borayotgan hududga kirmaydi. Oshyapti, u birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekistonda iqtisod rivojlanyapti. O'zbekiston menimcha bugun postsovet mamlakatlari ichida yagona va bitta juda tez, hattoki dunyoda tez dinamika bilan, shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakat. Bu esa iqtisodiy nimaga ham ta'sir qilyapti odamlarning daromadiga. Chunki bundan 20 yil oldin yoki 30 yil oldin eng puli ko'p odam Lassettisi bor odam hisoblanadi. Hozir talabaning ham bebaydisi bor-da. Demak, bu pulga bo'lgan, resursga bo'lgan do'sti bor, pul taklifi ko'paygandan keyin bu yechimlar masalani yaxshi xushxabar. Shunchaki shu yechimlarning ichidan to'g'ri bir
bilim tajriba bilan chiqib ketsa bo'ladi yoki u narsani eplolmasa afsuski bu yoqdagi yaxshi umid bilan kirgan odamlarni o'zini investitsiyasini xavfsizligiga bir putur yetadi degan holatni kuzatamiz. Qurilish kompaniyangizda sotuvlar siz kutgan natijani bermayaptimi? Sotuvni audit va diagnostika orqali muammoni aniqlaymiz. Batafsil ma'lumot uchun ekrandagi raqamga bog'laning. Oddiy xalq rolida siz deb tasavvur qilaylik, o'zingizga uy tanlayapsiz. Birinchisi uy bu unga investitsiya sifatida qaragan bo'lamiz yoki tavakkalchilik hozirgi kundagi mana shunaqa uy qurishlariga pul tikish vaziyatida. Bu birinchisi. Ikkinchidan qurilayotgan obyektga nisbatan uy tanlanayotgan vaqtda riskni baholash uchun nimaga ko'proq urg'u berish kerak? Oddiy xalq quruvchiga, birinchisi qurilishni statusiga, ya'ni qurilish qanaqa darajada qurilgan, katlanma holatdami, 6-7 etaji bittami yoki ustalar ishlayaptimi, ya'ni qurilishni statusiga va uchinchisi korxonani obro'siga. Bu yerda 3 xil mavzu bor. Shu uchalasidan qaysi biriga oddiy joydan, misol u Andijon bo'lsin, Farg'ona, Nukus bo'lsin, ahamiyati yo'q. O'sha hududdagi insonlar o'z hududiga yaqin bo'lgan uyni tanlayotganda nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Riskni kamaytirish uchun. Albatta Hasanga bergan tavsiya Husanga to'g'ri kelmaydi deb ko'pincha aytamiz. Kechani gapi bugunga to'g'ri kelmaydi, uy gapi ko'chaga to'g'ri kelmaydi. Bu yoqdan turib ommatan kimgadir nisbatan aytgan narsam o'sha gap siz aytdingiz, mana shunga qarab qaror qabul qilindi deyilmaydi. Shunchaki ma'lumotni olamiz, lekin baribir uni juda bir qancha omillarni bir chorrahada to'qnashuvi deb Akmal Fayziyevni Infaktor birinchi intervyudagi gaplari hali esimda. Demak, hozir mana bu yerda bir qancha omillarni aytdingiz. Quruvchini portfoliosi bormi? Quruvchini tajribasi bormi? Hatto quruvchini bugungi kayfiyati, bugungi holati ham muhim. Eski portfoliosi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin vaqt o'tib bu bugun ketma-ket 5-6 ta loyihaga kirib qo'ygan kassir razrib bo'lishi mumkin. Eski reputatsiyani hisobdan ushlab turibdi, lekin sekin holat bundoq ketyaptimi, bu yoqqa qarab ketyaptimi yo bunaqa ketyaptimi? Unga ham baho berish muhim. Endi albatta raqobat, siz bu yoqqa qaraysiz, bu yoqdan, bu yoqqa qaraysiz, bu yoqdan bo'lib turgan paytda kecha ishlagan o'yin qoidalari bugun ishlamayapti. Hatto kecha o'zimiz bilamiz, nomdor, salohiyatli, reputatsiyasi baland bo'lgan o'yin bozordagi o'yinchilar bugun bozordan chiqib ketganlarni ham ko'ramiz. Yaxshi niyat bilan kirib, eplab yo eplolmay qolib yo qololmay qolganlar qancha bo'lgan. Endi albatta quruvchini boyagi ruschada ibora bor, тебе масло или мясо desa, мясlo deydi. Ham albatta statusi muhim. Albatta uni xalq bilan qotgan muloqoti ham muhim. Bugun joyida turish uchun yugurish kerak. Bugun mana hamma ko'ramiz, kuzatyapmiz. Oldingi xotirjam zona komfortida o'tirgan soha yetakchilari emas, yangi igroklar marketingda muloqotni ko'paytiryapti. O'ziga xotirjamman, men takazvat qilishim kerak emas, men muloqot qilishim kerak emas deganlarni kontakt bormi? Kontrakt bor. Ular ham klientini yo'qotayotganini, ularning klienti boshqa sohaga ketib qolayotganini ko'rib, eng qoyillatganlar bilan ham yaqindan gaplashsak, o'sha joyda turish uchun yuguradigan payt bo'ldi. Oldin shunchaki biz zo'rmiz desak ham xotirjamlik o'zi kelardi. Buni men bilasizmi nimaga o'xshataman? San'atkorlarga o'xshataman. Oldin Sovet tizimida san'atkorning kayfiyatiga qarab to'y tanlanardi, san'atkorning kayfiyatiga qarab televideniya ko'rsatuv, syomka belgilardi. Vaqt o'tib o'sha shunaqa zona komfortida o'tirgan san'atkorlar xafa bo'lib gapirganini esimda, xalq artistlari. Ular pul bersa chaqiradi, bizani biror ham chaqirmaydigan zamonlarga qolib ketdik. Bir paytlar aziz bo'lgan holat bugun xor bo'lyapti deb endi ustoz san'atkorlar aytishgan, chunki bu shou bo'lib ketdi. Pul bersang televideniya chaqiradi, pul bermasang chaqirmaydi. Sen xalq artistisan farqi yo'q deb bir xafa bo'lib aytishdi. Hattoki xalq artistini yaxshi san'atidan bahramand bo'lishi uchun oldin ustoz deb maqtab iltimos qilib chaqirganlar, ustoz deb maqtabmasa ham mayli, chaqirsa bo'ldi, pul bermasam chaqirmayapti deb xafa bo'lib aytgan ustoz san'atkorlar bilan. Demoqchimanki, bugun marketingda oldingi qoyillatib qo'ygan, men pul bermayman marketingga degan odamlarni shaxsan taniyman. Bugun o'shalar pul berib chaqirish kerak joyda turish uchun, chunki siz klientingiz bilan muloqot qilmasangiz, boshqa odam bilan muloqot qilyapti. O'shaning uchun muloqot mana hozir o'sha zapisklar deymiz, marketing deymiz, kontakt deymiz. Klientlarimiz, xaridorlarimiz xotirjam bo'lishi uchun muhim bo'ladi. Chunki hali chitat между строк, sizni bugun gapingizni tagida buni energiyangizni his qiladi.
kayfiyatingizni his qiladi. Siz joyda turishingiz uchun mana akalar ishlayapman, qadam va qadam mana shu manzilga qarab kelyapman. Orada loyihamda to'xtashlarim bormi, yo'qmi? Orada loyihada o'zgarishlarim bormi, yo'q? Bu mas'uliyat, bu va'da. Yigit qasam ichmaydi, yigitning so'zi qasam degandek sizning hujjatingiz, sizni o'z paytida qura olayotganingiz, sizni bir muloqotingiz va sizni muloqotingizdan kelib chiqqan holda xaridoringiz bu постоянно san'atkor televideniyada chiqib turibdi, to'yga yetaman degandek, постоянно efirda turibdi, bundan xotirjam olsam bo'ladi degan fikrga boryapti. Bu marketingi va xarajat, majburiy xarajatlar omiliga keldi. Joyida turish uchun marketing davomli har doim odamlarning ongida turish uchun xarajat statyasi bu qurilishlar yana qo'shimcha rasxod bo'ldi. Albatta yana boyga yetdik, narx, obro'si, quruvchi, uni hujjati juda ko'p omil. Uni hattoki portfoliosi ham muhim bo'lib qoldi. Shu paytgacha nima qilgan? Endi qurilish sohasi o'ta jozibali bo'lgandan 2-3 ta odamni birlashtirib shu sohada bo'lmaganlar ham birovi dalasi birovga yashil ko'rinadi degandek sohaga kiryapti. Yana ham beodobligi bor, teaseringizga, reelsingizga ishlaydigan birov xotini birovga qiz ko'rinadi, hamma o'zini o'sha qurilish ko'ryapti-da. Tushunyapsizmi? Bechora o'zi biladi, ishtoni biladi u quruvchi ichidan o'tayotganini. Shunaqa. Lekin bu yerda shu sohaga kiryotganlar hamma quvvati zo'r bo'lsa kerak deydi. $1 million loyihani 250 mingdan boshlayib qolganini klient puli bilan quraman deyapti. Mana shu yerda qolgan. Bugun to'yanaga ishonib to'y boshlash qiyin bo'lgandek, klientning puliga ishonib qurilishni boshlaganlar qoqiladi. Sizni $1 million loyihangizga klientning puli kelsa kelmasa, pulli narx qo'shilgan qo'shimcha дополнительный resursingiz bormi, yo'qmi? O'shaning uchun pul jalb qilasiz $1 million loyihangizga. Va pulli narxi matematikada kalkulyatsiyada o'tiradi. Shu kalkulyatsiyaga sherik bo'lgan odam o'sha foydani tejaydi degan narsani sotib oladi. O'shaning uchun siz o'ylaysizki, buni puliga keldi, buni pulini narxi bor-da. Shu ko'chadan olgan pulingiz yo mana bu investor puli. Shu $1 million loyiha agar bularga sota olmagan taqdirimda ham bu yerda pulli narxi o'tirish kerak. Pulli narxi o'tirgandan keyin masalalardan tashqari bular 1 yil, 2 yil boqib bera olaman desalar, o'sha 1 yil, 2 yildan keyin $1 million tikkan pullari 1 yilda kamida 1 million 200 qaytadimi degan umid bilan pul tikadi. Pul tikadigan odamingiz ishonchli bo'lsa va shu odam ham mana shu 20% ga kamida sherik bo'ling, mana narxim shu bilan bir qatorda oshib boradimi? Demak, navixida o'sha $500 yo $600 degan odam bilan bilmayman-ku, $800 yo $1000 yo $1,500 uylar bo'lsa, o'sha pulli narxi ham ichida o'tirish kerak. Navixida shu joyingiz 100 so'mlik, yo shu joyingiz $1000 xonadon bo'lsa, bugun o'sha 1 yillik, 2 yillik pulli narxi yiliga kamida 20-25-30% qiymati qo'shilib borsa, investorlar o'shancha katlagan paytda kiradi. O'shaning uchun biz aytamizki, endi bizning keysimiz haqida gaplashadigan bo'lsa, azizlar qutuvi to'g'ri qilaylik. Bizning Golden Lake loyihasi $1,5 million dan $2,5 milliongacha qiymat bo'ladigan loyiha bu. Ochgan paytimizda 850 dan ochdik pulli narxi qiymati bilan bir qatorda. Boqliroq bizning riskimizga ishonch bildirgan odam high risk, high profit deydi. Riski katta paytda, foydasi katta zonaga, hududga kiring. Faqat o'sha riski katta bo'lganda boyaga aytamiz muloqot strategiyasi. Sen meni ishontir muhabbatiga, menga yana 3 marta aytdingki, men xotirjam bo'lay. Meni xotirjam qilgin, bolam, sen uyda bo'lsang ham, ko'chada bo'lsang ham, adam men keldim. Adam men ishdaman, xotirjam bo'ling deymiz-ku. Bugun sizni pulingizni olgan odam aka xotirjam bo'ling, biz bambusda dedi biza. Yoki menga live lokatsiya tasha. Yunusoboddan Mirobodgacha kelyapsam, ha keldim, mana Alayskidaman. Yo Samarqanddan Toshkentgacha kelyapsam, men Jizzaxdaman. Mana Gulistondaman, mana Sirdaryodaman, mana Jizzaxdaman degandek live lokatsiya tashaganda u odam xotirjam bo'lsinki, sen manzilga kelishda Yangiyo'lda qolib ketmading. Yo Jizzaxda qolib ketmading. Xuddi shunaqa bugun odamlar xotirjam bo'lish kerakki, roldagi odam A nuqtadan B nuqtagacha borib yetishiga yetarli resursi bor. Men pulni to'lasam, to'lamasam, bu yerda men pulni narxini to'lab bo'lsam, resursi bor bo'lish kerak. Mana bu film modeli yoki matematikasi boshqasiga keladi pulli narxi.
Shuning uchun buni albatta tajriba, bozor rivojlanyapti. Hayot muvaffaqiyat tajriba esa xatolar natijasi deymiz. Lekin shu xatolarning hisobida hayot yaxshi o'rgatyapti, faqat qimmat olyapti. Orada sutda kuyganlar qattiq pullab ichyapti. Endi men bu yerdagi savolning ikkinchi jihatiki, o'zi Mahmuddan xabari yo'q odam, tajribasi yo'q odam, o'zini matematikasi narxini, qadrini bilmagan odam menimcha eplasam kerak deydi-yu, benzin zapravka qilmasdan Samarqandga chiqqan mashinaga o'xshaydi. Puling borsa, endi ma'noda yo'lda kimdir ushlasa, taksi bo'lsa o'shani pulga zapravka qilib olaman degandek gapda. Uchadi. Endi sen cho'nchagingda puling yo'q, mabodo yo'lda kimdir seni taksi qilib ushlamasa nima bo'ladi desa, qolib ketaman deydi. Xato qilib gayiga tushsan, gayiga tushishi bor. Bulardan 10 so'm olgan, lekin 100 so'm kerak benzinga. Bu 10 so'm bilan qolgan 90 so'ming bormi yo'qmi? Shucha оборотda puling bo'lish kerakki, men bo'lmasa manzilgacha yetib boramanmi, yo'qmi degan savolga javob berishimiz kerak. Xuddi shu ashula qilib aytganda o'xshatish qilganda, ukam sen sota olsang, sota olmasang 100 ta xonadon sotib olsan. 30 ta odamga sota olsang, 70 tasini puli kelmasa, xonadonni oxirigacha qura olasanmi, yo'qmi degan savol turadi. Shuning uchun pozitsionerlar deydi. Bozorda har bitta odam o'zini qadrini, o'zini narxini, o'zini bahosini bilish kerak. Va albatta o'xshatish qiladigan bo'lsak, Toshkent, Samarqand, Malibu narxi boshqa, Lacetti narxi boshqa, Nexia narxi boshqa menimcha. xuddi shu. Malibu 100 so'mga borsa, Lacetti 80 so'mga borsa, Nexia 60 so'mga boradigan bo'lsa, aka, mana Nexia 60 so'mga olib boryapti, siz ham olib boring desangiz, Malibu yo rahmat deydi. Men azroq poylayman, Malibuning o'zini xaridori bor deydi. Endi Nexia bo'lgandan keyin arzonroq bo'ladi, komforti kamroq bo'lsa ham boraveradi. Bu ham примерно xonadonlar klassi, ekonom klass deymiz. Shu bilan bir qatorda komfort klass deymiz, biznes klass deymiz, har xil yana premium klass deymiz, odamlar xarid qiladi. Endi yana masalaning ikkinchi jihati. Siz Malibuda u bozorga kirsangizda hamma Nexia'ni xaridorlari bo'lsa, demak bozorda qimmat taklif bilan kirsangizda arzon xaridorlar bo'lsa, siz majbur bo'lasiz qimmatda arzonga berishga va bozor jozibadorligini yo'qotadi. Siz uje ekonom qilishga o'tasiz. Boshida yaxshi niyat bilan qilgan chiroyli fasadlaringiz arzon fasadga o'zgarib qoladi. Chiroyli renderdagi burchatkalaringiz oddiy o'zimizda yerdagi plita narsalarga o'zgarib qoladi. Renderdagi narsalar yo'qolib qoladi. Chiroyli nima deydi? Go'shtli somsaning o'rniga piyozli somsaga aylanib qoladi. Bu kutuvi boshqacha bergan xaridorlari kayfiyatiga ta'sir qiladi. Ular esa endi mazratlarga ta'sir qiladi. O'shaning uchun kelsa, kelmasa nomim uchun sota olsam, sota olmasam Toshkent, Andijon, men Malibuda qatnayveraman odam bo'lmasa, o'lim vodiysidan o'taman yo portfolio uchun ishlayman degan bir narsa bo'ladi. O'shuning uchun omillar juda ko'p. Masalan, xohlagan jihatini tahlil qilishimiz mumkin. Men endi chunki bu mavzular haqida oxirgi 1,5 yil ichida 100 dan ziyod o'zim ko'rsatib, sizga o'xshab suhbatlar oldimki, bugun o'zimni kuzatuvlarim, o'zimni soha vakillaridan olgan bilimlarim bor. Bugun ularning rolida sizga o'zimni xulosalarim bilan bilganimcha aqlim yetgancha tekishim mumkin bo'ladi. Endi Katlavan degan joyingizni masalasi o'zi aslida yana ikkinchi savol va katta savol. Boyagida arzonroq paytda kiring, riskka kiring, bitgandan keyin $1,500 narsani 850 dan oladigan. O'sha riskni vaqtida oldim. Unga to'g'ri baho bera oldim. Manfaati yuqori bo'lishi uchun. Bera oldim. Arzon va qimmatni mana kecha. Bugun mana nechinchi chizlo? 31. 31-may kuni tasvirga olyapmiz. 2026 yil. Kecha kechqurun efirimiz chiqdi. Golden Lake'da Cheliker Holding'ni rahbari. Golden Lake qurayotgan odamlar xuddi shu narsani qildik. Ishoning yerni tagida qolib ketayotgan faqat o'sha nima deydi otini? Suvlarni bezopaslikning bir narsalari bo'lar ekan. Hattoki qarang, otini ham bilmayman. Men quruvchi emasman-da, men sizlarga o'xshagan kollegaman. Marketologiya, media, kommunikatsiyaga mas'ulman. O'sha izolyatsion qoplamalari ham arzoni bilan qimmati bo'lar ekanda, u yer tagida qolib ketadi. Farqi yo'q deb odamlar
Bizning loyihamiz o'zida bilgan 2 million, 3 million, 4 million narsa ekan. U narsani arzoni bilan qimmatini o'zini farqida 1 million dollar farq beryapti. Aka bo'laveradi deb odamlar 1 million ekonom qilaman desa, 3 yildan keyin, 5 yildan keyin 10 million sarflasangiz ham u pastga tusha olmaysiz deyapti. Kecha men nimalar bilan gaplashdim, kommunikatsiya shaxta, turba, ventilyatsiya, elektrika boshqa bilan tiqadiganlar. Golden Lake'ga borib ham, Center Stars'ga kirib ham shunday nimadan qilib turbalarni qanaqasini ishlatganidan qilib baho beramiz deydi. Agar men shunday ekonom qildimmi, qolgan narsada ekonom qiladi. Bunday ekonom qilmagan odam fasodda ekonom qilmaydi dedi. Aka odamlarni shunday mana shu nimasidan qarab biz baho beramiz deyapti. Shaxtalarning ichidagi turbalarni materiali, rangi, razmeri, mana shu narsalar brendigacha bor dedi. Chunki nima slabatochkalari yoki kabellari yo'q, противопожарный, keyin turba, kommunikatsiya, boshqalar. Demak, odamlar endi kim ko'ryapti, mendan ketguncha qolganiga aql bo'linglar deyapti. Uzoqqa bormaymiz, mana o'zimizga ham 10 yil o'tdi. Domimizdan qo'shlar aka, siz ukasiz. 10 yildan keyin mana turbalarimiz mana bunaqa bo'lyapti. Hoji akam balki bexabardirlar, og'ayningiz. Bolalar noto'g'ri turba qilib ketgandir. Shu 10 yilga ham bormay turbamizda muammo edi, juda katta mehnati bor. Og'ayningizga telefon qilsak balki qilib berarlar dedi. Aytib endi hozir aql bo'linglar degan savol to'g'ri kelsa kerak. Mana o'zim ham qo'shni sifatida 10 yil o'tdi nima xohlaysan deyman. Hatto bu 10 yilga kelibdi, lekin 10 yildan keyin hozir mahallamizning ichida nomdor brend turbasini biznes egasi bilmasa ham falonchiga siz lo'qmasiz, super lo'qsiz deb bolalar noto'g'ri turbani tashlab ketgandir deyapti. Biz hozir butun mahallamizdagi turbani kovlab nima qilishimiz kamida bilmayman 5 mingdan 50 ming dollargacha xarajatimiz bor deyapti. Tushuntira oldimmi? O'sha payt bo'laveradi, oka yaxshisi deb chopgandir, balkim prorab aldagandir, balkim bo'laveradi degandir. Hattoki nomdor brendlarda bu muammolar chiqadi. Endi hozir arzon beillat bo'lmaydi, qimmat behislat bo'lmaydi deb 10 yil ko'z ochib o'tib ketyapti-da. Odamlar bitta xonadonga kirgandan keyin kamida 30 yil, 50 yil xotirjam yashagingiz keladi. U yerda tagidagi turbaga, izolyatsiya qoplamalarga odamlar ko'k choy ichib olganda vaqtida. Mana o'shancha hozir bo'lyapmanki, arzon va qimmat uylarda odamlar mana shu ekonomikasiga, sal kalkulyatsiyasiga ta'sir qilyapti. 5-10 yildan keyin yo duo qiladi, yo qo'sh tirnoqchida zo'r duo qiladi. O'sha paytda arzonni olib nima qilgandi. Endi qalbga solgani shu. Yana qolgan mavzularning jihati bo'lsa savollaringizga qarab ochib. Boya marketing haqida gapirdingiz. Hozirda hamma bizneslarga marketingga urg'u berish shart. O'tganingizdek odam joyida turish uchun ham yugurish kerak. Xo'p, noldan qurilish kompaniyasini ochgan odam dastlabki 1 milliard so'mini marketingga tiksinmi yoki sifatga tiksinmi? Zo'r. Qarang, bu choynikka tikim, piyolaga tikim, choy shungacha jo'mraydan ichayim degandek gapda qiyinda. Dastlab ochadigan odamlarga haqiqatdan ham Xudo kuch quvvat bersin deb olasiz. O'zi dastlab ochganning o'zi muammosi, tajriba kam, bilim kam, pul kam. Yaxshi sherigi yo'q. Endi butun respublikada aytganingizdek xohlaganimiz bilan ham 100 ta developer bo'lsa, 1000 ta застройщик bo'lsa, respublikada hammasida tajriba, hammasida mablag', hammasida resurs yo'q. Endi resurs cheklangandan keyin spira kurica или яйца degan muammoga kelamizda. Marketing otsa, marketing shunaqaki, anaqa yechib bo'lmaydi u pulni. Odamlar mana kechqurun Rahmatjon jiyanim bitta zo'r joyda ustoz bitta duo qiling 1000 kvadrat joy oldim deb bitgan. Shunaqa zo'r joy. Siz bo'lsangiz aniq buni 2000 dan sotardingiz. Necha pulga oldingiz deydi. Necha pulga oldim deb aytasiz. Bilmadim desam 1200 dan oldim. Olasan garasochkaga oldim. Tayyor bitgan. Shuni oldimdan suv o'tyapti, bu yog'i masjid, bu yog'i malika tarbiya o'rgatdi oldi. 1000 kvadrat. Vay dedi, bu yerda mana bitgan joy. Siz Golden Lake'ga shunaqa sotayotgan paytingizda mana shu joyni oldim. Ularda Hasan akasi yo'q dedi. Demak, мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом.
O'zimni narximni qadrini bilish kifoya qilmayapti, talabgir bo'lishim kerak deyapti. Ha. Joy qadri bu kunda sizni marketingingiz hisobida hali siz qatlavan paytda berayotgan narxingizda men bitgan joyi 1200 dan oldim. Men uchun shunda ko'rib turibman, hozir 3 oydan keyin remontimni tiksam shu turishdagi narxi 1000 kvadratdan ziyod ofis shunda ko'zim tegdi. Mana qani KFC'ning tepasida Malakani oldidagi keng qora binoda 1000 kvadrat 1200 dan oldim. Ofisda ayyor ofis faqat remont qilish. Bularni Hasan akasi yo'qda topdi. Qarang, zo'r joyi qilgani bilan marketing bo'lmasa, 1200 dan bitgan joyi sotyapti. Tanigani uchun olavermaydi senga degan narsani aytyapti. Endi xursand bo'lib aytyapti. Lekin marketingga balki 100 danmi, 200 danmi, necha bundandir tiksa, 2000 dan ham sotsa bo'ladi. Hamma aqlini yetganini qiladi balkim degan ma'noda gap gapirdi. Endi ularni hammaligisini yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, biz hurmat qilgan yaxshi insonlar, do'stlarimiz-ku. Marketingga tikish kerak degan narsaga hali ko'pchilik tayyor emasligini aytmoqchiman. Quruvchilar tomonidan. Ha. Quruvchilar nimaga men marketingga berishim kerak deydi. Marketingga tikkan xarajatni bular rasxod yoki xarajat deb qabul qilayotgani. Investitsiya, marketing va sotuv xarajatlariga budjet ajratish kerakligini va qanaqa budjet ajratish kerak, qanday jalb qilish kerak marketologlarni, qanday muloqot qilish kerak, qanday dalolat qilish kerak. Endi marketologlarimiz ham yosh bolalar ko'payib ketdi-da, undoq qilaman deb ko'rmaysanmi, eplolmadim degandan keyin sutda kuygan qatiqni ham pullab ichyapti. Ishonch yo'q. Ha, yaxshi ishonchli developerlar kam bo'lgandek, ishonchli marketologlar ham og'zakidan 5 bo'lib amalga kelganda natijani eplab bera olmayapti. Lekin masalaning ikkinchi jihati ham bor-da. U aytayaptiki, quruvchi, men endi bu yerda adolat, sen quruvchisan, sen marketologsan deb qaraydigan bo'lsam, sen aybing bunda deydigan kuzatuvlari bo'laman. Bu aytadi, bir marta sport zalga bordim, ozmadim, ikkinchi sport zalga bormayman degandagi marketolog bilan bir oy ishladim, sotuv bo'lmadi deydi. Sen o'ylaysanki, Hasan aka 1 oydan keyin shuncha sotuv qilgan yo'q-ku. Joyida turish uchun yugurish kerak. Mana endi bugun odamlar e'tirof qilish uchun, bugun odamlar Golden Lake'ga, bugun odamlar Centers Towers, Centers Development marketingga bir baho berish uchun orqasida qancha mehnat yotibdi. Siz bilan mana bitta ko'rsatuvda tushayotganmiz, sizga o'xshagan odamlar bilan yuzlab ko'rsatuvda qatnashdim. Shu yuzlab ko'rsatuvda qatnashish uchun men bir xil oilada 30 talab ko'rsatuv, bir xil oilada 50 ta 60 talab ko'rsatuvlar qilaman. Faqat ko'rsatuv bilan yashash bo'yicha mas'ulman-da. Shu muloqot marketingi, munosabatlar marketingi, kontaktdan kontraktgacha lida generatsiya varonka qancha ko'p bo'lsa, shunda odamlar xotirjam bo'ladi. U borib bir marta sport zalga borib bundoq qildim, ozmadim degan xulosa marketing xarajatlari kam emasda. Hatto bizada Golden Lake'da Centers Development. Ideyasi mana o'zimizda bor ekosistemalarni, infrastrukturalarni, samaraliroq yechimlarni va o'zimiz shu sohada tajribamiz bo'lgani uchun boshqa odamlar 100 so'mga hal qila olmaydigan narsani 3 so'mga hal qilayotganimiz. Biz hali ko'chada osh olmayapmiz. Oshxonani o'zimizda qilib, har kun oshni o'zimizda xodimlarga damlab beramiz degandek yechimini qildik. O'zimizda bu tajribani qildik. O'shaning uchun marketing xarajatlari bugun qimmat bo'lyapti. Marketing xarajatini qilib bergan taqdirda ham mana bugungi bitta ko'rsatuvdan keyin odamlar "Vau, fundament qo'ygan loyiha zo'r chiqdi. Yugurib boraylik" demaydi. Kamida asoschilar podkastiga o'xshab sizlar 10 ta yoki 20 ta ko'rsatuv chiqqaninglardan keyin fundament degan loyihada biz ham chiqishimiz kerak deganlar boshlanadi. O'lim vodiysi, mana men bu yerda suv jo'mraydan chiqish uchun suvni quyursangiz, mana bu to'lsagina keyin bu yerdan chiqadi. Shunaqa. Shuning uchun mana bu to'ldiradigan joyi siz stabilni o'sha disiplina 10 ta yoki 20 ta ko'rsatuvda chiqqaningizdan keyin aka men ham ekspert sifatida fundament loyihasida chiqay. Endi bizani auditoriyaga mos men dalolat qilishim uchun yaxshi bitta loyiha paydo bo'libdi deydi. Sizlarga bo'lsa, azizlar Bitcoinni $1 olish uchun yaxshi fursat deb aytib qolamiz. Chunki soha mutaxassisi sifatida yuristmisiz, advokatmisiz, qurilish mollaridamisiz, qurilish sohasidamisiz, quruvchimisiz, boshqamisiz, bugun faqat o'zingiz auditoriyangizda emas, boshqa auditoriyalarda ham soha ekspert sifatida va o'zingizning кейsingiz haqida
dalolat qilib borishingiz menimcha to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun albatta resurs cheklanganda masalaga qaytadigan bo'lsak, partizanskiy marketing muhim bo'ladi. Munosabatlar marketing bo'ladi. Lokalniy igrok bo'lsa, o'sha atrofdagi odamlarga dalolat qilasiz. Qanaqadir aka o'zingiz nomingizdan kimdir kelsa, balki men kompliment beraman, yo hadya beraman, yo boshqa beraman deysizmi? Endi bizda men o'zim tabiatan marketologman-da, kontakt marketing deymiz. 20 nimalarni o'qiganmiz. Levitaslarning kitoblarini o'qiganmiz, partizanskiy marketing deymiz. Munosabatlar marketing deymiz. Hammasini aqlimiz yetganicha marketing bo'limi xarajat bo'limida. Bugun qilgan ishingiz kapitalizatsiyasi bor va amortizatsiyasi bor. Kapitalizatsiya degani mana bugungi ko'rsatuvim ham kapitalizatsiyaga ishlaydi. Eski ko'rsatuvlarim ichida Hasan aka yana bitta fundament degan loyihada ham chiqdi degan manfaatim bo'lgani uchun yordam beryapman. Chunki o'zimni ko'rsatuvimda 100 ta chiqqandan ko'ra 100 ta ko'rsatuvda bittadan chiqish strategiyasiga to'g'ri kelganinglar uchun men interesim bor. Mehr beraman, yordam beraman, umrimni, vaqtimni, naqdimni, harakatimni, xarajatimni shu masalaga bag'ishlayman. Shuning uchun bu anaqa strategiya. Hamma auditoriyalar Hasan aka bular orqali meni kashf qiladi, siz orqali meni kashf qiladi, men orqali sizni kashf qiladi. Siz 10 ta, 20 ta odam bilan chiqqaningizdan keyin qurilish haqidagi zo'r mavzularni olib chiqyapti. Hasan aka bilan chiqqanmiz, Maqsad aka bilan chiqqanmiz, keyin Islom aka bilan chiqqanmiz, keyin palonchi advokat bilan chiqqan, keyin yurist bilan chiqqan, keyin qurilishdagi nizolar, muammolar bilan gaplashayotgan farqi haftada birmi, oyda birmi, oyda 2 tami, 3 tami, 4 tami podkastlarga olib chiqib ko'rsanglar, 10 ta ko'rsatuvdan keyin Will Series orqali odamlarning e'tiborini jalb qilasiz. Undan keyin ichidan ko'rib sizlarning soha mutaxassis sifatida ekspert bo'ladi. Va albatta biz bilamiz bular call centerlar bo'yicha, sotuv bo'yicha, zapusq bo'yicha o'zlarining yaxshi tajribalari bor. Siz aynan korxonangizdagi qaysidir xizmatingizdan tashqari shunga o'xshagan hamma o'zining sohasida mutaxassislar bilan suhbat bo'lgandan keyin bularning ekspertizasi, networkingi, brendi katta bo'laveradi. Va albatta yuzlab insonlar bilan suhbat qilgan inson sifatida biz bilamizki, bularning super silasi, tajribasi, bilim uchun, mana bu masalasi uchun biz pul to'laymiz. Mana men masalamni audit qilib bering call centerni. Yo men masalamni audit qilib bering marketingni. Yo men masalamni audit qilib bering sotuvni. Balki bu yoki bu narsaga назначение yoki yechim yo strategiyani ishlab bering. Yoki o'zi soprovождение qilib bering degandan keyin qilasizmi desa, men sinab tashlang, tirikchiligim shu. O'shaning uchun men podkast orqali odamlarga o'zimni tanitish maqsadida bu loyihani yaratdim deydi. Hech narsa o'zidan o'zi emas. Bugun munosabatlar va qiymat marketingi jarayonda bu do'stlarimiz, aka-ukalarimiz bilan shu loyihani tug'ilishidan asl maqsad ham qiymat beramiz, ham qadriyat beramiz, ham manfaat beramiz. Shu bahona o'zimizga ularga qiymat berish evaziga o'zimiz ham rizqimizni olamiz degan masaladir. Ya'ni qaysidir qalb ochgan joyini ochdim, yana masalani boshqa rakursi bo'lsa bersanglar yaxshiroq. Anaqa marketing jihatdan quruvchi bizda mana shunaqa bitta avval kes bo'lib qoldi. Marketingga qanaqa pul ajratish kerakligini quruvchilar hammasi bilmas ekan. Ya'ni loyiha misol taxminan 30 million yoki 50 millionlik loyiha bo'lsa, taxminan o'sha reklamaga marketing ajratiladigan pulning qiymatini normativa, ya'ni miqdorini aniq bilishmaydi. Kimdir bu qiymati 0.5 deb o'ylayapti, kimdir 3% deb o'ylayapti. O'rtacha taxminan necha foiz? To'g'ri, mana biza Center Towersga kelganda ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan. Biznes egasi o'zi marketing tushunar yoki tushunmas, yoki kirishar yoki tushunmas. Vaqti bo'ladi yo'q emas. Qo'pol qilayotganda Center Towersda $1 million marketingga sarfladik, ko'nglimiz to'lmagan jihatlari yo'q emas. 1 yil uchun. Bu ko'pmi, kammi? Cho'ta ko'nglim to'lmayapti degan savollar qo'yildi. Normativ Hasan aka, bu $1 million katta men uchun pul. 1 yilda $1 million marketingga otilibdi. Qurilishdi desa, men bilmayman, agar hozir O'zbekistonda 1 yilda $1 million otgan, agar Apex otmasa, boshqa quruvchi otayotgandan xabarim yo'q. Masalan, hozir eng katta salohiyat xamir uchidan patir otsa Apex salohiyati bo'lsa kerak deb o'ylayman. Boshqa kompaniya O'zbekistonda Center Towersdan tashqari 1 yilda 1 million marketing otgan kompaniya bilmayman. Ular 1 million bo'lsa bino quradi. Shunaqa. Endi o'sha 1 milliondan ko'nglim to'lmagan jihatlari bor. Hasan aka, bu aytibdi 2% otishing kerak. $200 million loyihaga. $2 million yiliga otishing kerak deyapti. Aytib, mayli, men bitta audit qilib beray dedim. Birinchi yilda 2% oshishi logika bo'yicha 2% keltirib beryapti.
Bu buni tushunmayapti, bu 6 ni aytyapti, bu 9 aytyapti. Mafkuralar jangi moliyachilar, biznes egasi, biznes rahbarida o'rinliki 1 millionda qoyillatki, kelasi yana 1 million ham otaman degan savolni qo'yapti. Bizning tilda nafsavet bor, maqsad. Muhammad Islom jiyanlarimiz aytadiki, men uyda 1 million dollar sarflangan puldan ko'nglim to'lmayapti. Bu bo'lsa, sen men aytgan byudjetni yarmini otganing uchun natija yaxshi emas deyapti. Logika nuqtai nazaridan 2% o'zi ko'p emas, boshqa kompaniyalar mana 3, 4, 5% beradi ishda. Aytdim, to'g'ri dedim, lekin samarali marketing degan joyi ham yo'q emasda dedim. 2 barobar oshirsangiz savdoyingiz yaxshi bo'ladi dedi, 1 millionni sarfladik. Ko'ngil to'lmadi, yana 1 millionni sarflagandan keyin sen garantiya berasanmi? Zo'r bo'lishiga degan ikkilanishimiz bor degan savol. Bir oy yarim oy kirishgandan keyin aytdim, keling dedim, marketing xarajatlarini sotuvni 2 barobar oshirish uchun marketing 2 barobar ko'paytirmaylik-da. 2 barobar kamaytirib marketing xarajatlarini sotuvni 2 barobar oshirish strategiyasiga o'taylik. Biz mana endi o'zimiz jamoa, o'zimizni tajriba, o'zimiz bilim bilan kelish evaziga ozmi ko'pmi 1 oy, 2 oy, 1 kvartaldan ziyod analiz, audit, pogrujenие va strategiyalarni qilgandan keyin marketingni 2 barobar kamaytirish evaziga kamida 2 barobar kamaytirib, kamida 2 barobar sotuv oshirilishiga endi Allohning bir fazli, karam, marhamati bilan natijalarni ko'rishgandan keyin demak marketing faqat oshirib, sotuv oshirilishi noo'rin ekan degan case Hasanga to'g'ri kelgan maslahat, Hasanga to'g'ri kelmaydini ko'rdik. Demak, bu holatda 1 millionni 2 million emas, 1 millionni 500 mingga tushirib, sotuvni 2 barobar oshirish mumkinligini ko'ra oldik 1 yil ichida. Endi 500 ming ham unaqa katta emas-da. Yiliga oyiga 40 ming dollar marketing uchun katta pul emas-da, 2 million dollar loyiha uchun. Oyiga 100 ming dollar o'zi katta emas, aka 1 millioniga nimamcha kalkul qilasizlar. 80 ming dollar unga target deysiz, bunga banner deysiz, bunga billboard deysiz, bunga boshqa qilasiz, boshqa katalog deysiz, paket deysiz. 1 million fushta deb chiqib ketadi. Endi 1 million summarni katta pulda. Lekin boyga o'zingiz aytgandek, o'zi 3 million yo 5 million dollarlik loyihani 1% 5 millionni, 10% 500 ming bo'lsa, 1% 50 ming hech narsa bo'lmaydi yilga. 50 mingta SMM o'ziga ham yetmaydi. Oyiga 4 ming dollardan prosta joyida turish uchun 4 ming sarflash kerak. Shuning uchun bugun afsuski man degan eng oddiy bizneslar ham marketingga eng kamida 5 mingdan 50 minggacha sarflayapti o'zi. 5 mingdan kam sarflagan marketing emas O'zbekiston. Oyiga. 5 ming nima? Hech narsa emas-da. To'g'ri. Bugun 5 ming hech narsa emas bo'lib qoldi. Eng pachoq biznes ham 5 ming dollar marketingga sarflayman, qoyillatdim deyishim kerak emas. Joyida turish uchun 5 ming sarflash kerak. Prosta. Xatabi yo'q bo'lib ketmasligingiz uchun 5 ming dollar oyiga bu 50 million so'm. Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, flyer bilan sig'sangiz, ikkita marketing menejeringiz bilan qo'shganda yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun afsuski 5 ming dollardan 50 ming dollargacha bu marketing byudjetlari o'rtacha oyiga bo'lyapti. Endi shu 5 ming bilan 50 mingni limonad qilib, qaysi samarali marketing uslublaridan foydalanaman degani, hali qoraka ham bilganini o'qiydi deyshadi-yu. Marketologlar ham aqli yetganini, ancha mamlaqa bo'lsa kerak, bundoq qilsak yaxshi bo'lsa kerak dedi. Biznesda hammasi gipoteza. Toshkentda ishlagan narsa Andijonda ishlamagandek sababini qilasiz. O'xshasa ham, o'xshamasa ham yo kapitalizatsiyaga ishlaydi, yo amortizatsiyaga ishlaydi. Kapitalizatsiya kecha mana BYD eshitdikda. Yana bugun bolamga BYD olish kerak bo'lgan paytda, mashina olish kerak bo'lgan paytda reklamalarni qarasam BYD chiqib keldi. Bo'pti, Leap motor emas, BYDni olib bordim. Kechaga reklama sotdi bo'lmayapti-da. Yillar davomida BYDni eshitganim, plus meni bo'lim og'rig'im bo'lgan paytda BYDni reklamasini ko'rganim, o'sha paytda borganimda showroomi borligi, borganimda muomalasi borligi, borganimda katalogi borligi, borganimda YouTube'da, Instagram'da BYD deb post bersam, chempioni bu narsa reklamasi chiqib kelgani pallani bosib bordi. Buni kapitalizatsiya effekti bor. Va amortizatsiya effekti bor. Bir yili qachondir o'sha BYD reklamasidan eshitganim ham haligacha ta'sirini ko'rsatyapti. Shuning uchun bugun marketingni joyiga 5 mingdan 50 minggacha oyiga sarflashimiz
kompaniyani katta va kichikligidan kelib chiqqan holda sizni kompaniyangiz o'ziga 5 mingni o'ylab ishlatayotganda kimdir 50 mingni o'ynab ishlatishga nima bo'lyapti. O'shaning uchun bu marketing xarajatlari, sotuv xarajatlari ko'payapti. Marketing xarajatlaridan tashqari sotuv xarajatlari bor. Man siz bilan shu keysni nimadagi esladigan, Lombokdami, Trabzondami, yo'qotdi edi. Lankavida esladik. Menimcha bular bilan bir o'ziga xos munozara bo'ldi. Klient sizga 50 ming dollar pulni berdi, yana 50 ming dollarni to'la olmadi. Aka, men oilaviy sabablarimga ko'ra pulni arizamga qaytarib berishingizni so'rayman. Qaytarib bering desa, nega 5% olib qolishingiz kerak общий summadan, 100 ming dollarlik kontraktdan. 5 mingni. Bu adolatdan emasmi, adolatsizlik emasmi degan savolni o'rinli qo'ydi. Yo'q aka, bu sotuv va marketing xarajatlari. Marketing xarajat qildik, sotuvni sotgan uchun, konversiya qilgan uchun, dajim qilgan uchun, shunda сделка bo'lgan kuni oladi, kechadi. U vazirат bo'lmaydi, yutib yoradi. Va buni siz o'shaning uchun mas'uliyat his qilingki, sotib olishdan oldin eplolmasangiz 100 ming dollarlik bitimga kirayotgansiz, 5 ming sotuv va marketing xarajatlari uchun spisat qilingan pul u men yeb-ichib yo bir narsa. Ularni ta'bir bilan aytganda, bu pulni aylantirdingiz, men aylantirmadim. Men sizga bugun nima bo'lsa ham oling deb sotish niyatim yo'q, lekin akajon, masalan, yutug'i bor, siz yutug'da bo'lasiz, joyingiz oshadi, qiymatingiz oshadi, sababini qilaman. Lekin mabodo qaysidir sabablarga ko'ra siz bitimdan chiqaman desangiz, mana shu общий summadan 5% ni qaytmaslik mana bu shartnomada ko'rsatilgan. Buni marketing va sotuv xarajatlarida yo'q bo'lib ketgan. Сделка bo'lgan kuni bolalar premiyasini olib chiqib ketgan. Buni biz qaytara olmaymiz. Ma'qul bo'lsa qaror qabul qiling siz, boshidagi kutuvga bog'liq. Yo'q bo'ldi, masala yo'q. Men o'zim bu yerda foydasi, qiymati semirishi oshishini qabul qilganimdek, bu yoqdagi zararimga ham rozi bo'laman. Riskka ikki tomon kiradi degan ma'noda kelishuvi, kutuvlarni to'g'ri qilishni biz to'g'ri deb bilamiz. Men depozitariy emasman. Men bank emasman. Shodda vastrevani emasman. Sizdan keladigan pulni men oynaga, men tomga, men romga, men liftga, men boshqa reja qilganman. Hozir bu uchun yana bitta buxgalter vazirат qiladi, yana bank o'zining komissiyasini olib qoladi. Boshqa qiladi. O'shaning uchun ko'zingiz yetgan bitimga kiring. Qiynalsangiz bizdan olmang. Alloh nasib qilib qalbingizga solib biz bilan ishlash sizga ma'qul bo'lsa, ishlang, biz xursand bo'lamiz. Biz bitimni yechib vaziyatlarimiz ko'p bo'lishidan tarafdor emasmiz. Lekin afsuski unaqa holatlar bo'ladi. Inson jon kimdir o'tib qolgan holatlar bo'ladi. Kimdir haqiqatdan ham qiynalgan holat bo'ladi. Albatta, siz 1 oy, 2 oy, 3 oy zadeshkani evaziga bitimni shartnomani bekor qilganingizdek, bizda ham 3 oydan 6 oygacha zaявkadan keyin sizni pulingizni vazirат qilishga zaявka beramiz. Yana o'sha pul oqimlarida sizga yo'naltiriladigan yana bitta statya расходga reja qilindi. Shuning uchun bugun telefon qilib, bugun pulimni yechib bering, bir haftada bermadingiz deb, unda ham kutuvingizni hijolatli qilmang degan savollarni beramiz. Va hammasi o'sha nima qilaman va nimaga qilaman degan o'yin qoidalari bo'ladi. Bu tajriba bilan keladi. Shuning uchun holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi deymiz. Endi yana savolni qaysi jihatdan boshladik? Xalqga bu jihati kelib javob berdi. Xuddi shunga o'xshash ham bitta savol bor, so'z. Ya'ni xalq tarafidan mijoz o'laroq qilingan dokumentatsiya bo'ladi-yu. Ya'ni korxona bilan, developer bilan shartnoma qilinadi, lekin shu shartnomaga belgilangan sanalar vaqtida bajarilmaydi. Mana misol 1 yilga, 2 yilga berilgan bo'lsa muddat 3 yil vaqt o'tib ketib qoladi, kadastr bitmaydi yoki dokument cho'zilishi bo'ladi yoki uyni o'zi bitmaydi. Mana shunaqa holatda developer mijozga, xaridorga kompensatsiya to'lashi To'g'ri. mumkinmi? Mumkin. Men to'g'ri tarafdorman. O'shaning uchun mendan tashqari bizda o'sha hozircha YouTube'da aktivni adashmasam yuristmi, lawyermi, advokat Nasayev degan odam aniq tadbirda vystavkada ko'rishib qoldim. Yaxshi odam, lawyer bu narsa. Ularni chaqiring. Bizda ham Sardor aka degan akamiz bor, ularni chaqiring. Hozir lawyer qidirganda esdan chiqadi. Adashmasam
Javonsher Rustamov degan avjovotlar, fayzovatlar mamlakat qilib talab qildilar. Bugun kerak. Bugun xalq ko'zini ochishimiz kerak. Kerak bo'lsa o'sha odamlarni 5-6tasini suhbatini chaqiringlar. Ular jon deb keladi. Bugun xalqqa o'zini Robin Hoodlarini topib berishimiz kerak. Aka, men o'zimni vazifamni bajardim. Sen o'zing vazifangni bajarmasang, men bajarmasam qanaqa menda mas'uliyat bo'lganda, senda qanaqa mas'uliyat kerak bo'lsa, mardu maydon qilib mana shu yerda 10 ta kompaniya 1, 2, 3, 4, 5 deb nomini tepaga bundoq hali Zamaska bilan uchraydi. Bexijolat men bu do'g'ri bir tenga qimmat deb mardu maydon qilish shartnomalarni shablonni qilsin-da, u yo'qotgan odam falonchi stomatologga rekomenduy deganda, men bu shablon bo'yicha sotsang, olaman deb borish kerak. To'g'ri, zo'r. Mana shunda, mana men bu halol sertifikating bormi desa, falonchi hujjatim bor, mana litsenziyam bor deganda, meni shartnomam falonchi loyerlar tomonidan e'tirof qilingan. Adolat. Bu men mas'uliyatga kiryapman. Sizga mana 25-yil bizga Factory yonidagi bitta dom bor, chiroyli reklamasiga ham bizlarni chiqarib nima qilishgan. Husan akani o'zi nechta odamga sababchi bo'lgan. Xola bo'ldi, tog'a bo'ldi bo'yotdi-da. Mana 25-yil kirdi, hali menimcha Golden Lake oldinroq ko'chib kirsam kerak o. 27 hujjat dabdalasi chiqyapti. Mana bunaqa ko'rsatgan maketini o'rniga mana bunaqa joy tushib qolgan. Mas'uliyat yo'q, xijolat yo'q, xola mana shu boshiga yotdi. Endi aqlli odam bilib oladi buni hozir kimligini. Faqatgina shu yuz xotirchilik hali ham o'zbekchilik andisha nuqtai nazaridan yana hozir 55 ta vazirati ko'paymasin deb otini aytmayapman, lekin shu gapimda qilib ChatGPTga kim haqida gap ketyapti desa, aqlli odamlar topib oladi-da. Hozir tushunganlar tushunadi. Ha, tushunmaganlar tushunib oladi. Lekin borda Husan akani o'zi salkam 50 taga yaqin odamga sababchi bo'ldi. O'zimiz ham olganmiz-da, o'shanda bo'ldi. 10 etaj o'rniga 15 etaj, 18 etaj qurib o'rganmi? Yo'q bloklarni qurib o'rganmi? Вообще mas'uliyat, bexijolat nuqta o'zi. O'shaning uchun boya aytgandek, egasi chiqsa, aka men bu yerda chiroyli gaplar bo'ladi deya olasizda. Ha, shunaqa. Alloh o'zi avvalambor adashtirmas, o'sha egasi chiqqanni o'zi juda katta bir mas'uliyat bo'lgan biznes egalari muloqotga chiqyapti, chunki pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deya oladi. Bitta sotuvchi chiqib yo'kani bloger chiqsa deb qattan bilaman, menga pulini berdi. Okey, xudo xolisa eplaymiz. Zo'r bo'ladi dedi, zo'r bo'ladi deb aytdi deydi. Endi egasi bu 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tadi. Ertaga bari xalq oldida yurishimiz bor-ku. Shunaqa. Shuncha paytda 10 ta loyiha qilgansan. Nechta loyihang qanaqa yorug' yuz bilan bo'lgan? Azlar bu birinchi loyihasi mana bunaqa ekan, ketdik birinchi loyihasiga borib, hali gastyoq biznesi, biznesdan izdan qilib sizlar borib tashrif qilsanglar, Tashrif. Alakami kompaniyasini Valaka degan, G'anaka degan, Nodir aka degan, Qodir aka degan obyektlarga boringlar. Bu obyekt 1 yil, 3 yil, 5 yildan beri ko'chib turibdi. Odamlar undan xursandmi, xursand emasmi? Rozimi, rozi emasmi? Va'dasiga, ahdiga vafo qildimi, yo'qmi? Albatta bugun $50, $100, $300 yuristga, advokatga hozir eng kamida $30,000 loyihaga kirayotganda 1% $300 $1 gacha bo'lgan byudjetni hozir strafovkangizga bergandek bering. Ertaga aka 300 emas, 3000 beraman, 30.000 yechib ber desam, yechib bera olmayapti-da. Shunaqa. 10% ga roziman, 30.000 pulimni yechib ber desam, yecha olmayapti. O'shaning uchun bu albatta shartnomalarni yuristlarni rasa ketib oluvchidigan payt bo'ldi. Yuristlarga bo'ldi, mana shu preymani unalib, patini yulib, mana qilganni 50 kelsaniki desangiz, jon deb ishlaydi hozir. Endi xudo xolasa 3-udar mana bu yerdan keladi. Endi anular mardum maydon degandek yaxshi niyat bilan qiluvdi-yu, endi uje xudo xolasa menimcha epil olsam kerak, gaplasha olsam kerak bo'lmaydi. Uje sutda kuygan qatonni puflab ichadi. Bular ham sutda kuygan xalq ham, quruvchilar ham sutda kuygan yo'q qo'y deydi. Hayot prosta yaxshi o'rgatadi, faqat sal qimmatroq oladi. Shuning uchun o'ylaymanki, bugun advokatlarni bemalol olib chiqinglar. Men aytaman, shu Javonsher olib chiqing. Men Sardor aka degan advokat akamiz bilan olib keldim, bizlarni do'g'irlarni va bir ikkita boshqa do'g'irlarni tahlil qildi. Aytaman, 20 ga yaqin ko'rsatuv hali montajni efirni poylab turibdi. O'shaning uchun sizlarga o'xshagan odamlarga kelyapmanki, meni ham o'zimni Узкий zonam syomочный gruppa emas, promotion bo'limi bo'lib qoldi.
montaj efir eplolmayapti. Men o'zi nechta yuristlar bilan bu yoqda do'g'irlarni tahlil qildirdim. Bu yoqda maketda ustida tahlil qildirdim, tepada tahlil qildirdim. O'shaning uchun sizlarga aytayapmanki, sizni o'zingiz manfaatingiz bor, o'zingiz interesingiz bor. Bizning bolalar shu qorni to'ygan bo'lsa, sizlarning qorningiz och. Xuddi shu narsani mana buni misolda tahlil qilib, men o'zim interesim bor. Hammasini hali shipshidon qiladigan, mardi maydon qiladigan, hattoki bitta xarosh politseyskiy bilan bitta plaxoy politseyskiyni olib kelib, Golden Lake bilan Center Stars misolda poligon qiling. Xuddi shunaqa manikini qilib bering deydi. Ana yurist olib kelib, mana Javon Sher olib kelib, davayt bitta Golden Lake'da yo'moqchiman. Analiz qilib berchi, nimasi yaxshi, nimasi yomon desa, bemalol tahlil qilib bersin. Hali buni mardi maydon deydi. Bugun biznes egalari shaffof bo'lish kerak. Qoidasini тебе хорошо, мне хорошо, тебе плохо, мне плохо bo'lish. Faqat menga yaxshi, senga yomon bo'lsa, u yaxshi emas. Afsuski do'g'irda o'zbek soddada bechora kofesini ichib qo'yib, choyini ichib qo'yib, muomalasini qilib, bitta dona paketda ikkita bilan bitta jushkasini olib kelib, niyati bolamga yaxshi niyat bilan olman-ku. Yuz xotir qilmay, birodar istarali yigit ekan-ku. Mana Facebook, Telegramda ana artist bilan reklama qilib-ku deydi. Keyin bechora bolasi na uyda turibdi, bechora uyni sotib, yana yil ko'chib kiraman desa, qiynalib yurganlar ko'p. Buni endi o'sha mas'uliyatini nimasini kuchaytirish kerak. Bu davr keldi, menimcha yaxshi bo'ladi. Ochaveringlar. Ustoz, misol uchun bitta odam umrida bir marta uy oladi. Shularga 1 daqiqada nima maslahat bergan bo'lardingiz? 1 daqiqada. 1 daqiqada aytaman. Hatto bitta narsa bo'lsa ham kompetensiyasi, tajribasi bor odamlarga men O'zbekistonda eng katta bozori uy olganlarni bitta Robin Hood kerak edi. Uy olganlarni Robin Hood, O'zbekistonda любой Robin Hood borib o'sha titpitini chiqaradigan odamlar bugun imенно xalqqa oshnami yoki uychilarga oshnami degan odam bo'lish kerak. Mana kecha bir ikkita joyda o'sha bolalar bilan ham podkast olishimiz kerak edi. Ulgurmadik. Problemli застройщики palon deb chiqib ketdi. Shunaqa qo'rqmasdan ishtonni yechib tashyapti, u menga hammasi yillab chiqib kelyapti. Oka, hal problem bor deyapti, duxi bor-da. O'z tabiat insonlar, o'zbek bola, ota emas, ismli bilan zavta qildigan. Hasan aka undan zo'r Xudo kuch-quvvat bersin. Men-ku endi salan ishali odamman-da. Ular u yoqqa qaramay, shaltog'i bor deb aytyapti. Hammasi telefon qotib, yo'qqa deyapti. Mana ofisim shu yerda keling deyapti. Qamalib ketgan, aldab ketgan, bu yerda reklamaga zo'r chiqibman, bu yerda odamlar nima qilayotgan odamlarni qo'rqmasdan anaqasini aytishyapti. O'shanaqadan so'ng ochinglar. Men sizlarga aytaman, prosmotringlar o'shandan zo'r bo'ladi. Birinchi o'sha AIDA texnologiyada nima aytgan, interest, desire, action. Sal 5-6 bezbetlarni olib chiqsanglar, o'zinglar ham sal bezbetlashib olasizlar. Keyin shu orqali odamlar sizlarni taniydi. Sizlar ham bizga o'xshagan andishali anaqa o'shancha odamlarga shunaqa bezbetlarni tanishtirib qo'yinglar. Prosmotr o'shandan ko'p bo'ladi. Chunki ular haqiqatdan ham shu Rasul Kusherbayevga o'xshab, keyin shu akalarimizga o'xshagan bezbet, behijob, oq-qorani qorada uradi. Xalq o'zi xulosasini qilaveradi. Hatto yana 5 ta odam aldanmasin deyapti. Mana bu zo'r. Anu bechora o'sha birovni yolg'onni, birovni shapkasini birovga kiydirib yuribdi, buni aldagan. Yana bittasi kelsam, "Jon aka, hozir bu pul bermaydi. O'zi shunaqa men ham ko'ryapman" deyapti deb quruvchi. O'sha mas'uliyat, reputatsiyasiga e'tiborli bo'ladi. Qanaqa savollar? Xo'p, hozirda Toshkentda qurilayotgan uylarning hammasida yashagan bo'larmidingiz, ustoz? Yo'q, endi hozir Toshkentda bunday qarang, hozir Toshkentda sotilayotgan hamma avtomobillarni mingan bo'larmiz deganda gapda. Har bir avtomobilni brendni o'zini muxlisi bo'lgandek. Albatta, yoki restoranda sotilayotgan 25 xil ovqat hammasini yegan bo'larmiz. Bir kosa ovqatga qornimiz to'yadi. Hattoki restoga kirib, hattoki dalchetga kirib, hattoki o'zbekona kirib, hamma ovqatni yeganmiz desa, hali yeganim yo'q. Har kun zavtr qilsam-da. Ya'ni o'zimga ko'nglim tortgan ovqatlar bor va bitta odam bir kosa ovqatga qorni to'yadi. Odamzod hammasiga yashagan bo'larmiz degan gap sal menimcha yo'q, конечно, osam zo'r mashina olgim keladi degandek olgim kelgan bo'lardi, lekin imkoning qaysi biriga yetadi. Va kim bilan ishlaysan desa, bugun odamlar ishongan odam bilan ishlaydi. O'zi tanigan, bilgan. Bugun
anaqa potrебительlar zamoni, iste'molchilar zamoni taklif ko'p. Quruvchilar zamoni emas. Endi masalan men Gabus bir paytlar Gabus degan dom bo'lardi. Gabusdan do'g'ri olish uchun kimga shapka berish kerak degan savolga javob qidirganman. Gabusdan dom borish uchun uga undoq o'zini olardi. Va Gabusda $200,000 ziyod pulim do'g'ri olgandan keyin bankda qolib ketib, o'sha payt 2300 pul to'lab qo'yganman. Ularni qama bu narsalar boshlangan kunlarim davrida. O'sha yerda muammolar bo'lgan. Men pulim $105,000 to'lagan ekanman, 30,000 ga tushib qoldi. 2370 mi bo'lgan paytda bankka pul qo'yganman. Bank orqali pul to'lashim kerak. Dollari $105,000 olib maydalaganman. Mana bugun ochiladi. 1 yil ichida 2300 so'mlik dollarim 6700 ga chiqqanda 3 barobar qiymati tushib ketgan. Unaqa davrlarni ham ko'rganmiz. Bugun endi aytmoqman, u Gabusdan keyin yo Mirabat Avenue, Mirabat Avenue deyman. Golden House va Murad Building 3 ta bo'lardi. Hozir Hasan Building chiqibdi desa ham ishonaveramizda. Javohir Building degan chiqibdi desa ham ishonaveramiz. Ro'zimurod Building degan chiqibdi desa ham ishonaverasiz endi. Yoki Ro'zi Muhammad Building degan chiqibdi desa ham ishonaverasiz. O'shaning uchun o'yin qoidalari o'zgardi. Bugun albatta yaxshisi bo'lsa, pulim bo'lsa bundan ham zo'riga turardi. Pulim bo'lsa qayerda turardi desa, to'g'ri hozir shu kecha kunduzda qanday Centersda o'yin bo'lsa, Centersda uy yo'q, lekin turardi. Yoki kelajakda o'zimiz quradigan ekan, Xudo bersa, unga ham turaman. Yoki shu kecha kunduzda prosta eng qimmati qaysi desa, balki zo'r bo'lsa 5000 mi 6000 deyapti. Qanaqa ekan $5000-$6000 Apexlar? Qanaqa ekan Mirabat Avenue? Qanaqa ekan Tashkent City'dagi zo'rlar deymiz. Lekin pulim bo'lsa ham turamanmi yo'qmi? Ko'kchada Murad Building'da yashab turaman. Yomon emas. Prosta bu har kun ovqat o'zgartirgandek, mashina o'zgartirgandek narsa emas-da, insonning psixologiyasida. Umringizda 1 marta, 2 marta yo 5 marta o'zgartiradigan loyiha. Hatto shunda ham hozir odamlar menimcha har 3 yildan 10 yilgacha ham o'zgartirish shansi ko'payadigan davrlarga kelyapmiz. O'yin qoidalari o'zgaryapti, uylarning taklifi ko'payyapti. Mashinalar ham oldin 10 yilda 1 marta olingan bo'lsa, hozir 2 yil, 3 yilda o'zgartiryapmiz-da. Uylar ham shunaqa bo'lsa kerak menimcha. Yana nima savollarimiz bor? Unda faqat shu. Savollar bo'lmasa, demak mavzu aslida katta. Hozir necha bo'ldi biz qancha gaplashdik sizlar bilan? 1 soat u 10 minut. 1 soat 15. Mayli. Men bo'lmasa sizlarga qo'shimcha qilaman bu joylarni olib tashlagan taqdiringlarda. Haqiqatan ham azizlar, keyingi podkastimizda kim bilan suhbat qilishni tavsiya qilasizlar? Bugungi suhbat jarayonida siz birinchi marta mana shu fundament loyihasini vakillari bo'lsangiz, qaysi mavzularni olib chiqishni tavsiya qilasiz? Shu bilan bir qatorda qaysi soha vakillarini, qaysi shaxslarni bu podkastga kelishini va qaysi mavzu, qaysi savollarni berishlarini tavsiya qilasiz? Albatta, izohlarda yozib qoldiring. Men bitta xushxabarni, sal bo'lsa ham bu prosmotringlarni ko'payishini, bonusini, mas'uliyatini sizlarga ikkalanglarga qoldiraman. Prosmotringlarni birinchi ko'rsatuv bo'lgani uchun haq hurmati 10 mingta bo'lgan kuni bitta qahramonni tanlash mas'uliyati sizda, bitta qahramonni tanlash mas'uliyati sizda. O'sha kun qahramonni tanlaysizlar, o'zingizlar kommentariyada описаниеda yozasizlar. 10 mingta prosmotr bo'lgan kuni sizning kommentariyingiz eng ko'p like olgan bo'lsa, bular belgilanglar. 10 mingta prosmotrda 3 ta like bo'lsa, kommentariyingiz. Demak, siz bilan choy ichamiz. Sizning kommentariyingiz eng ko'p kommentlarga, bahslarga sabab bo'lgan bo'lsa, bular tanlashadi. 10 mingta prosmotr bo'lgan kun screenshot va Fundament degan Telegram kanalda bu e'lonni berishadi. Azizlar, Hasan Mamasaidov bilan Fundament loyihasining birinchi ko'rsatuvini e'lon qildik. Hasan Mamasaidov, Javohir aka va Ro'zi Muhammad aka va ikkita qahramonimiz bilan nonushtaga men qahramonlarni mehmon sifatida taklif qilaman. Dolchettada zaptirik qilamiz. 10 mingta prosmotr bo'lganda ikkita qahramonni bular tanlashadi va men ikkita kitobimni hadya qilaman, mas'uliyati bo'ladi. Menda qarzga qolib ketmasin. Buning uchun bugungi ko'rsatuv haqidagi barcha ijobiy yoki salbiy fikrlarni izohlarda yozib qoldiring. Qancha ko'p kommentariyaga sabab bo'ladigan komment yozsangiz, bu sizning critical thinking yoki kreativ yondashuvingizga ta'sir qiladi.
va sizni shunaqa yaxshi kommentariyingiz yaxshi bo'lishi kerakki, eng ko'p komment egasi mana 10 mingta prosmotr bo'ldi, skrinshot qildi. O'zlarini Telegram Fundament degan Telegram kanallarda g'olibni e'lon qilishadi. Keyin siz qanaqa qilib bog'lanishinglarni tavsiya qilishadi. O'shaning uchun bu Fundament loyihasini birinchi marta ko'rsatuvi tarixiy soni Allohning fazli, karam, marhamati bilan davomli bo'lishi uchun biz jamoadoshlarimiz sababni qilishadi. Albatta Facebook, Telegram, Instagram, YouTube kanallarida Fundament loyihasini kuzatib boringlar. Bularni o'z oldiga qo'yilgan maqsadlari, niyatlari shu soha mutaxassislari bilan uyum joyim mavzusi, ofislar mavzusi, shu binolar mavzusi, kommersiy, nekommersiy недвижимостьlar mavzusi, undagi og'riqlar, undagi muammolar, undagi savollar, undagi aktual masalalarni olib chiqishadi. Albatta tajriba bilan bu rivojlanadi. Men o'ylaymanki, qachondir kimdir birinchi marta bu yo'lga kirishgan, bugun do'stlarimiz birinchi marta birinchi qadamni bu yo'ldan bosib o'tishyapti. Biz bularni yangi loyihalarga samimiy duo qilamiz. Sizlar ham duoda bo'linglar, lekin 10 mingta prosmotr bo'lganda siz aynan siz do'stlar bilan, aka-ukalar bilan bir piyola choyda suhbat qilamiz. Balkim bizlarning samimiy qaysidir bilimimiz, tajribamiz, qadrli tavsiyalarimiz sizga manfaatli bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Bugungi suhbatda nimasidan ko'ngil to'lmadi? Hamma joyga kirdik. Buni kelsa qolishsa bo'lyapti. Nima gap to'lmadi dedingiz? Bugungi suhbatimiz yaxshi bo'ldi. Ustoz, birinchi soni bo'lgani uchun sizda ilmiy, amaliy, operatsion tajribalaringiz bilan bo'lishdik. Xalqimiz tarafidan beriladigan ko'rsatuvimiz pastdagi kommentariyalarni olamiz va keyingi sonlarimizda bir necha sondan keyin siz bilan yana suhbat qilish uchun inshaalloh birgalikda suhbat qilamiz, chaqiramiz. Rahmat. Sizni ko'nglingiz nimadan to'lmadi? Yo'q, ko'nglim hammasidan to'ldi ustoz. Rahmat. Vaqt ajratib, bizni birinchi sonimizni boshlab berganingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Azizlar, sizni bugungi suhbatdan ko'nglingiz nimadan to'lmadi? Albatta izohlarda yozib qoldirasiz. Va Fundament loyihasi, buni namingi qanchalik to'g'ri tanlangan, siz bu loyihaning muallifi bo'lsangiz, Fundament so'zidan tashqari boshqa so'zni qaysi so'zni namingni tavsiya qilasiz. Bizning ta'bir bilan aytganda рабочий название deydi. Fundament namingi bilan bu loyihaga start berdik. Agar ko'pchilik uchun manzur keladigansa, O'zbekistondagi Toshkent va boshqa barcha viloyatlardagi hududlardagi top 3 talik eng zo'r nufuzli quruvchilar kim sizni talqiningizda? Toshkentda, Andijonda, Buxoroda, boshqa. Va shu bilan bir qatorda O'zbekiston va boshqa siz yashayotgan hududlardagi top 3 ta mas'uliyatsiz quruvchilar kim? Maza qilib pomidor otinglar. Siz masalan Buxoroda yashayapsiz. Menga qiziq. Aynan sizni ta'biringiz bilan aytganda Buxorodagi top 3 ta eng yaxshi nufuzli quruvchini ismi kim, brendi kim, oti bormi? Va 3 ta eng betayin, eng mas'uliyatsiz Andijonda bo'lsin, Buxoroda bo'lsin, Farg'onada bo'lsin, Samarqandda bo'lsin, siz yashayotgan nimalarni kommentariyada yozing. Shunda bu shaffof, mardu maydon bo'ladi. Bu Hasan aka aynan kimnidir oq yoki qora degan bo'lmaydi. Javohir aka yoki Ro'zi Muhammad aka, Ro'zi Muhammad. Nimagadir Ro'zi Murod va Ro'zi Muhammad anaqasi bu yerda o'tirib qoldi. Shuning uchun Ro'zi Muhammad akam aytgan bo'lmaydi. Siz do'stlarga bo'lsa, samimiy shunaqa so'rovlarni, aploslarni qo'yamiz. Bu kesish evaziga yana YouTubedan tashqari kichkina playlistlarda biz odamlarni bir so'rovnoma orqali stimul qildiramiz. Albatta bu mavzularni biz olib chiqsak, Fundament loyihasi odamlar uchun hali posongini, tarozini posongisi deydimi, pallasini o'rtada oq va qorasini belgilab beradigan vazifani bajaradi. Qolgan brend egalari esa o'zini dalolat qilish uchun muloqot maydoni sifatida balkim Fundament jamoasini loyihasiga mehmon bo'lishsa, odamlar o'zini xulosasini, o'zini bahosini berishadi. Azizlar, bugungi suhbatlarimiz haqidagi kommentlarni izohda qoldirasizlar. Biz do'stlarimizga yangi loyihada bir omad, muvaffaqiyat, bir baraka tilab qolamiz. Siz esa keyingi ko'rsatuvda aynan qaysi mavzularimizni ochib o'sha tavsiyalarni yozib qoldirasiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas deb har doim aytamiz. Siz salomat bo'ling. Siz ham salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sizni reytingingiz bo'yicha top 3 ta yaxshi
quruvchi va eng yomon quruvchi kimlar? Fikrlaringizni izohlarda kutamiz.